Buyrakdagi toshlarni maydalab tushiradigan oddiygina giyoh bor ekan, bu ham bo'lsa mana shu bo'ymadaron giyohi ekan. Kelinglar shuni men sizlarga mana shu kitobdan o'qib beraman. Xalq tabobatida bo'ymadaron o'ti va gullaridan tayyorlangan qaynatmalari qon to'xtatuvchi, jarohatlarni bitiruvchi, isitma tushiruvchi vosita tariqasida sil va me'da ichak kasalliklarida qo'llaniladi. O'rta Osiyo xalq tabobatida bu o'tning gullaridan tayyorlangan qaynatmani gepatit, podagra, revmatizm, sil, astma kasalliklarida ishlatish, ishtaha ochadigan, siydik haydaydigan va qon to'xtatadigan vosita tariqasida buyurish tavsiya etiladi. Ibn Sino bu o'tdan tayyorlangan qaynatmalarni nafas qisishi, astma, radikulit, siydik tosh kasalliklarida ko'p ishlatgan, hayzni o'rniga tushiradigan vosita tariqasida qo'llagan. Muhammad Husayn o'zining Mahzan ul Adviya asarida bo'ymadaron haqida quyidagilarni bayon qiladi. Bo'ymadaron buyrakdagi toshlarni maydalab chiqaradi, a'zolardagi tiqilmalarni ochadi, bachadondagi yaralarni tuzatadi, bosh og'rig'i, tumovda, bezgakda, qiynalib siyishda, ko'krak kasalliklarida yaxshi yordam beradi.